Xitoy korxonalari texmi cho'ng zarbaga uchirmoqda. 15 may Amerika prezidenti Donald Trump Amerika şirketlerining davlat xavfsizligiga tahdid shakllantirgan davlatlardan telefon, telegraf, uchur aloqa aslahalarini elishni cheklaydigan prezidentlik qarornomasiga imzo qo'ygandan keyin Google şirketi boshliq nurg'un chet el korxonalari Huawei bilan bo'lgan hamkorlik va Huawei'ni mal bilan ta'minlashni to'xtatganligini orqa-orqadan e'lon qildi. Özek işlep çıkarış şirketlerinin Huawei'ni mal bilen təminləşini toxtutishi Huawei'ga çoğ zərbi boldu. Dünyadaki Huawei abonentlərdən başqa dünya cəmaatçılığı Dünyanın ikinci çoğ aqlıq telefon yasaş şirketinin bugünü və kelgüsüge qiziqiyotgan mushundaq bir paytda Huawei'nin baş lideri Ren Zhengfei Huawei öz məhsulotini 2019 yılının axiri yoki 2020 yılının başlarında bozorga soladiganligini e'lon qildi. Trump hükümeti algan bu kararının çeklengen şirketler qora tizimlikide Huawei şirketini öz içige algan 70 şirketinin bar ekanligi xabar qilindi. Huawei'nin bu kararı e'lon qilingandan keyin analizchilar Huawei öz mahsulotini bozorga salsa, yangi mahsulotining sifati burun ishlatgan ARM o'zikiga o'xshash chiqamdi. Tannarxi qandoq bo'ladi deganlarni analiz qilib, bu faqatla axborot orqali o'zining bardoshlik bera oladiganligini ifodalash. Huawei haqiqatan mushundaq qila olamdi deganga kelsak, bu undaq oson emas deganlarni bildirishdi. Huawei'ning ishki xodimlaridan egallagan uchurda Huawei şirketining hozir odam qisqartish ilib berishga boshlaganligi ma'lum bo'ldi. Huawei'ning baş lideri aytgandek, Huawei rostilla o'zlari ishlab chiqarib o'zlari yasayolgudek ilg'or saviyaga yetdimi deganga kelsak, amaliyotda ishlarning undaq oson emasligi o'tirg'i chiqdi. Huawei şirketining ma'lum bir ishki xodimi Huawei'ning atalmış o'z texnikasining birisi pul xajlab setib olish, yana birisi o'g'irlashdan kelgan bo'lib, bu şirket asosliq arzon emgak kuchlaridan foydalanib, foyda olib taraqqiy qilganligi, ularning atalmış texnik xodimlarining qiladigan ishi bo'lsa, sistemini setib olib, shu sistemining tushuntirish kitobini ko'rib chiqib, sistemini qurashtirish ekanligini oshkorladi. 5-ayning 22-kuni Amerika Xalqaro bexatarlik idorasi Xitoyning 10 korxona va 3 shaxsga cheklash ilib bordiganligini e'lon qilib, hukumat tarmoqidagi har qanday organning bu korxona va shaxslar bilan har qanday shakldagi mulozimat, mahsulot va texnika turlari bo'yicha to'xtamlashganligini, ularga hech qanday yordam qilmasligini va ijozatnoma berishni to'xtatadiganligini o'tirg'i qo'ydi. Bununğa qarta Xitoy tijorat ministrligi bayonotchisi Gao Feng payshanba kuni tushdan keyin inkos bildirib, Amerika tarafining olgan tadbirlariga allaburun diqqat qildik. Xitoy taraf bununğa qarshi qattiq inkos bildirdi. Amerikaning bu xil o'z beshimchilik harakatiga bo'lgan eng yaxshi javob Xitoy korxonalarining iqtisodini texmi taraqqiy qildirish. Xitoy hukumati davomli islohotni cho'nqurlashtirib, ishni texmi cho'ng echib etib, korxonalar uchun texmi muqim, adil, qolay va kontrol qilg'ili bo'ladigan tijorat muhiti yaratadi dedi. Buningdan boshqa Trump hukumatining Xitoydagi eng cho'ng kuzatish kamera shirkati Haykangni qora tizimlikka kirgizishni o'ylashayotganlik xabari chiqdi. Agar Haykang qora tizimlikka kirgizilsa, Haykang shirkatining Amerikadan hech qanday texnika kirgizishiga yo'l qo'yilmaydi ekan. Bu xabarlar Xitoyning yuqori texnika shirkatlarining buningdan keyin texmi qiyin ahvolga tushadiganligidan derak bermoqda. Guju universitetining dam olishga chiqqan o'qituvchisi Sung apandim payshanba kuni Erkin Osiyo radiosining ziyoratida Xitoyning texnika o'g'irlab, nomuvofiq yo'llar bilan taraqqiy qilishini Xitoy madaniyatiga bog'lab aybladi. Shundaqla bu qilmishning natijasining salbiy oqibatlarini keltirib chiqaradiganligini bildirdi. Zhejiang Shaoxinglik bir yozuvchi ziyoratda Xitoy bozorining kelgusidan qattiq andishi qiladiganligini bildirdi.
u Xitoy cho'qim hozirgi iqtisod sistemasiga xotima berib, bozorni haqiqiy echib etish bilan birga xalqning huquqini butunlay xalqqa o'tkazib berish orqali chiqish yo'li topa oladiganligini bildirdi.